Tavois raqs ansambli. O'tgan galimizda qatnashganimizda ko'zim qirasidan qarab turdim. Xatolarni ham ko'rdim. To'g'risi baqirib tashlagim keldi, lekin iloji yo'q. Qayerdan keldim, nimaga botga bosh urdim, hali biz tayyor emasmiz deb afsuslandim, lekin o'sha payt yer tagiga kirib ketishga tayyor edim. Iroda opani yig'laganlaridan ko'rib, juda o'zimizdan xafa bo'ldik. Iroda opa, nega yig'layapsiz? Nima bo'ldi? Jamoam xatolarini ham ko'rdim. Конечно, xafa bo'ldim. Chunki biz вообще noto'g'ri qildik. O'zimiz ham siqildik. Hamma bir-biridan xafa bo'ldi, o'zidan xafa bo'ldi. Hamma baravar gap eshitdi. Lekin bitta sir aytaman, o'sha aynan ijrodan keyin hozir aytaman, bir 10 tacha odam ishdan ketdi. Ommaviy raqslarda eng qiyin joyi shunda. Chiziqlarni to'g'ri ushlash kerak, bilish kerak. Bitta odam xato qilsa, qolganlari ham adashib qoladi-da. Dekoratsiyalar bilan, atributlar bilan ijro etishi, o'shaning hisobiga ham chiziqlarni to'g'ri ushlash, ham o'sha qo'ldagi narsalar bilan to'g'ri ijro etish aslida qiyin. U juda ham og'ir. Hatto men o'zim o'sha sahnalashtirayotganimda ularga ko'rsatayotgan buncha og'ir, o'shalarni ham o'zinglar deb ularga berib yuborardim. Saralash bosqichida javobini aytishadi, to'xtab turinglar deyishganiga biz kutdik, keyin mayli, o'sha aytishmadi, ketaveraylik, hech kim qolmadi o'sha u yoqda deb ketayotgan joyimizda chaqirib qolishdi. Tavois raqs ansambli sahnaga deb. Keyin chiqsam 3 ta hakam, 10 tacha kamera, oyoq-qo'lim o'sha qaltirab turibdi, nima deyishyapman. Siz qoldingiz-ku, bitta o'zingizda mana vijdonan o'zingiz qoldi. Shu jamoani xasi bo'lsa ham, yo'si bo'lsa yo'q, eshitib ketaman deb qoldik, to'g'rimi? Sizga imkoniyat beramiz. Chiqing, qatnashing. Ibrohim aka hazillashdilar-da, to'yingizni solist bo'lib chiqaramiz. O'shanga bitta raqs o'ylab keling. Anaqa Iroda opaga ayting, sizga zo'r raqs qilib bersinlar. Bir oy bizdan chopib yurdi, men bitta o'zim chiqaman dedi. Sahnadan chiqqandan keyin aytdilar, ansamblingizga Iroda opaga ayting, ha degan javob oldinglar. Lekin shunda bir oy meni qiynab yurdi. Aytdi, menga raqs qo'yib berasiz deb. Ishlash paytida, misol uchun, mana repetitsiyada juda ham qattiq qo'lman. O'zimiz qonun qoidalar bor. O'zimizda bir xil xalatlar bo'lish kerak. Ish vaqtida nini idishlarimiz, sochimiz iplangan bo'lish kerak. Qarab bo'lish uchun 15 qilib. O'zi bizning jamoa bitta oila. 8-noyabrda onam o'tganlarida men har bitta shogirdimni ko'rdim. Har bittasi yonimda edi. Meni eng katta orzum, niyatim, meni hech bo'lmasa 3 ta 4 ta shogirdim mendan ham nomi ulug' bo'lib, zo'r 2-3 ta raqsi bilan xalqqa ko'nglini olsa deyman. Tavois